Assalomu alaykum foydali link YouTube kuzatuvchilari, sizlar bilan Kabina Jasurbek. Xudo xohlasa bugun ham sizlar bilan manfaatli va foydali bo'lgan sayt haqida gaplashamiz. Qisqa obzor va sizga manfaatli bo'ladigan umidaman. Xudo xohlasa ishni boshladik. Demak, siz ijtimoiy tarmoqlarda istalgan joyda o'z mahsulotingizni, ya'ni 10 dan ortiq bo'lgan mahsulotlaringizni hattoki QR kodga o'zgartirib tarqatishingiz yoki bo'lmasa reklama qilishingiz mumkinligi haqida hech o'ylab ko'rganmisiz? Agar bu sizni qiziqtirayotgan bo'lsa, sizlarga bugun taqdim qilmoqchi bo'lgan saytim orqali siz istalgan media fayllaringizni, u video bo'lsin, tekst bo'lsin, matn ko'rinishida bo'lsin yoki audio yoki YouTube kanal farqi yo'q, siz istalgan ko'rinishdagi media fayllaringizni QR kodga o'zgartirishingiz mumkin. Ya'ni sizning QR kodingizni kimdir skaner qiladi va to'g'ridan to'g'ri havola orqali sizning mahsulotingizga yo'nalish oladi. Buni qanday qilib qilamiz deydiganlar bo'lsa, ushbu sayt orqali, ya'ni sizlarga bugun taqdim qilmoqchi bo'lgan saytim orqali bu ishni amalga oshirishingiz mumkin bo'ladi. Sayt manzili doimgidek video ostida bo'ladi. Siz agar hali ham YouTube kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, shunchaki obuna tugmachasini bosib qo'ying. Biz boshladik. Xo'p, saytimiz quyidagicha ko'rinishga ega bo'ladi. Ya'ni saytdan foydalanish mutlaqo bepul. Saytga tashrif buyurganingizda, QR kodni onlayn yarating degan sayt. Ushbu sayt orqali siz istalgan havolangizni VKontakte, TikTok, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube matn ko'rinishida yoki elektron pochtangizni joylashuv, telefon nomer, SMS, WhatsApp, Telegram, Skype va istalgan mana shu joyda turgan barchasi, hattoki videolargacha istalgan narsani QR kodga, xuddi mana shunaqa QR kodga o'tkazishingiz mumkin. Endi siz aytishingiz mumkin, buni qanaqa qulayligi bor? Agar siz videoingizni qaysidir bir do'stingizga tashlamoqchi bo'lsangiz, aytaylik megabaytlik ko'p deb tasavvur qilaylik, yoki bo'lmasam unga bir qiziqroq tarzda jo'natmoqchisiz yoki o'z obunachilaringizga taqdim qilmoqchisiz. Shunchaki bu saytga videoingizni yuklaysiz, nomini yozasiz va qarab turibsizki, mana shunaqa QR kod beradi. Shunaqa QR kodni ya'ni nusxalab olib, ya'ni yuklab olasizda, o'z do'stlaringizga, obunachilaringizga yoki ijtimoiy tarmoqlarda taqdim qilsangiz, ular mana shu QR kodni, siz bergan QR kodni skaner qilsa, sizni media faylingizga avtomatik tarzda ulanib ketadi. Ya'ni siz QR kodni ortida nima yashirgan bo'lsangiz, video bo'lsin, u audio, matn bo'lsin, istalgan joylashuv manzilingiz bo'lsin, hattoki telefon nomeringiz to'g'ridan to'g'ri sizni ana shu manzilga olib o'tib ketadi. Ya'ni siz taqdim qilgan insoningiz shu orqali sizni media fayllaringizga ega bo'lishi mumkin. Albatta bu juda ham qiziq va yangicha bir obunachilarga taqdim qilmoqchi bo'lgan yo'nalishingiz bo'lishi mumkin. Xo'p, saytdan foydalanish juda ham oson. Saytga tashrif buyurasiz va istalgan ma'lumotni tanlashingiz mumkin. Xo'p, misol uchun men sizlarga misol tariqasida mana YouTube'ni tanladim. Ya'ni men sizlarga YouTube kanalimni skaner qilishingiz uchun QR kodni taqdim qilmoqchiman. Shunchaki YouTube'ni tanladim. Siz ham istasangiz YouTube kanalida shunday qilishingiz mumkin va mana bu joyga YouTube havolamni joylashtirishim kerak. Xo'p, YouTube havolamni joylashtirdim va pastroqqa tushsak, mening shablonlarim turibdi. Ya'ni siz istasangiz shablon yaratishingiz mumkin. Hozir biz yangi foydalanganligimiz uchun bizda shablon yo'q. Ranglar degan bo'limda desangiz, xuddi mana shunaqa chiqadi. Ya'ni fon qismi oq bo'lsinmi deyapti. Istalgan fon qismini to'g'rilasangiz bo'laveradi. Mana shu joydan orqa oldi qilib. Ko'ryapsiz, xohlasangiz qora, xohlasangiz oq. Xo'p, oldingi qismi, ya'ni oldin degani mana bu QR kodning chiziqlari qanaqa rang bo'lsin deyapti. Hozir qora turibdi. Xohlasangiz surib, yashil, boshqa qilib, mana yashil qildingiz. Kelishdikmi degan tugmani bossangiz, ko'rib turibsiz, mana avtomatik tarzda nima yashilga o'zgardi. Menimcha qora qulayroq. Men qoraga olib qo'ydim. Siz o'zingiz didingizga qarab o'zgartiraverasiz. Mana bu markazdagi YouTube belgisi. Men YouTube'ni tanlaganim uchun YouTube turibdi. Siz WhatsApp tanlasangiz, WhatsApp bo'ladi. Videoni tanlasangiz, videoni belgisi chiqadi. Uni farqi yo'q. Xo'p, dizaynga o'tib, QR kodni istalgan dizaynga qo'yishingiz mumkin. Mana bu dizaynga qo'ysangiz, markaz mana o'zgardi, plus bo'lib. Mana bu oddiy standart uslubi, ya'ni doimgi QR kodniki. Xo'p, pastroqda logotip belgisida men YouTube'ni tanladim. Xohlasangiz Instagramni qo'yib qo'ysangiz ham bo'laveradi, lekin mantiqan biz YouTube'ni qilayotganligimiz uchun YouTube turgani ma'qulroq. Ramka belgisidan men mana bu ramkani tanlaganman. Xohlasangiz mana ramkasiz ham qilib qo'ysangiz bo'laveradi. Chiziqlar atrofida ramka bo'lmaydi. Lekin ramka bo'lsa sal idealniroq bo'ladi. Parametrlarga kirib turib, istalgan parametrni to'g'rilab olaverasiz. Bu razmerlar deyilgan. Ko'rib turibsiz, men hozir YouTube'dagi Shark Trading darslari YouTube kanalimga QR kodini tayyorlayapman. Ko'rib turibsiz, QR kodni tayyorlab bo'lganingizdan so'ng o'ng tomonda mana QR kodning pastida QR kodni saqlash bor. Shuni bosasiz va tanlang deyapti. Printerda chiqarib olasizmi, PDF qilib saqlaysizmi, SVG mi yoki PNG mi? PNG nima degani? Biz tilimizda PNG deb rasm ko'rinishida saqlash degani. Ustiga bossangiz
mana rasm ko'rsa saqladi yuqorida va men ustiga bosyapman. Mana QR kodim tayyor. Agar bu sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, QR kod ishlaydimi, yo'qmi demoqchi bo'lsangiz, bemalol skaner ilovangizga kirasiz va skanerda mana skanerga olib ko'ring. Skanerda qay darajada ishlaydi, ishlamaydi bemalol tekshirib olishingiz mumkin. Ya'ni siz ushbu havolani hozir skaner qilib ko'ring. Agar sizda Shark Trading darslari degan YouTube kanali uchun havola paydo bo'lgan bo'lsa, demak skaner ishlayapti. Bemalol ushbu skaner qilgan mahsulotingizni tarqatsangiz bo'laveradi. Ya'ni QR kodni tarqatishingiz mumkin. Xo'p, sayt qay darajada ishlashini bemalol zapis qilib, mana shu joyini skaner qilib, bemalol ishlatib olsangiz bo'laveradi. Eng asosiysi ushbu saytdan foydalanish mutlaqo bepul. Albatta bu sizga foydali bo'ldi degan umiddaman. Ushbu sayt orqali siz noodatiy tarzda o'z obunachilaringizga, do'stlaringizga, yaqinlaringizga o'zingizni tabrikingiz bo'lsin, video materialingiz bo'lsin, ijtimoiy tarmoqdagi matnlar va hokazo, hattoki telefon nomerlaringizni ham mana telefon nomerlaringizni ham yozib QR kodga aylantirib bemalol jo'natishingiz mumkin. Ya'ni QR kodni skaner qilish orqali siz jo'natgan ma'lumotlarga ega bo'lishadi. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib qo'yishni unutmang. Xudo xohlasa keyingi videolarimiz orqali bundanda qiziqarli va foydali bo'lgan saytlarni sizlarga qisqa obzor qilib berishga harakat qilamiz. O'zingizni ehtiyot qiling, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Sizlar bilan Kamina Jasurbek. Ayni damda o'tkazgan 6,5 minut vaqtingizga rozi bo'lasiz.